Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Abdurim G'aniydan hammanglarga salom. Men bugun tuyuqsiz jiddiy bir namoyish chaqiriq bilan naq maydon suhbatiga chiqib qoldim. Tunigina Facebook sahifamdami chiqarib qo'ydim. Gollandiya davlatiniki xabarlar tor betida e'lon qilinishida ertaganlikka, ya'ni 22 yanvar chorshanba kuni Xitoy tajovuzchi davlatiniki muavin bosh ministri Deng Xuexiang Gollandiyaga 2 kunlik davlat ziyorati bilan keladi ekan. Ertaganlikka kechda Gollandiya podshosi Aleksander tajovuzchi Xitoy davlatiniki muavin bosh ministri Deng Xuexiangni o'ziniki podshoh sarayida, ya'ni Danaxoqdagi podshoh sarayida kutib oladi ekan, ham kechki ziyofatni shu podshoh sarayida bordi ekan. 23 yanvar, ya'ni payshanba kuni Gollandiya bosh ministri Dik Sxov efendim bu Xitoy tajovuz davlatiniki muavin bosh ministri Deng Xuexiangni, ya'ni Kat House, ya'ni Gollandiya hukumat binosidagi zalning oldida qarshilab, shu hukumat binosida kechki ziyofat bordi ekan. Bu vaqtdagi xabardan tunugin xabardor bo'liblar, darhol Facebookga chiqadi. Shundoqla Gollandiya tashkilotlarga, narqas Uyg'ur tashkilotlari xabar qildi. Men Gollandiyadagi Tibet tashkilotlari bilan aloqalashib, bular bilan biz bu Xitoy tajovuz davlatiniki muavin bosh ministriga qarshi namoyish o'rinlashtirish haqida jiddiy maslahatlanish orqali payshanba kuni tushdan keyin soat 2 dan kech soat 6 gacha namoyish o'rinlashtirishga ruxsat oldik. Aslida tungi kechda, kechda, ya'ni 22 yanvar chorshanba kuni kechda Gollandiya podshosi kutib oldigan vaqt namoyish qilayotsak, uningga ruxsat ololmadik. Birinchidan vaqt qisqa bo'lib qoldi. Ikkinchidan Gollandiya qarindoshlar bilasizlar, Gollandiya podshosi sarayi boya namoyish qilgan atrofda butunlay to'sitilgan ekanda. Shunda biz yana qayta talab qilish orqali payshanba kuni tushdan keyin soat 2 dan kech soat 6 gacha Gollandiya hukumat binosi Kat House'ning oldida shu Gollandiya bosh ministri Dik Sxov efendimniki Xitoy tajovuz davlatiniki muavin bosh ministri kutib oldigan shu yerda men mana resim ko'rsatib qo'ydim. Shu resim shu mana shu bino. Ashning oldida namoyish qilgan iltimos qilsa qo'yaga bermadi. Mana bu yer yanaki bir nimcha xaritani chiqarib qo'ydim. Ash maydonga, ash binoga 250 metr keladigan yerga namoyishga ruxsat berdi. Mana ko'rib turibmiz, mana bu yerda mana ko'rgan mishada biz namoyish qilamiz, mishada. Mana bu yerda kutib oldigan yeri mush qizil nuqta misha. Yana Xitoy tajovuzchi davlatiniki muavin bosh ministri o'ziniki ergashuvchi Lalmishtari bilan birga bu yo'lda o'tadi mana mishada. Mana biz namoyish mishada qilamiz, mana mishada vaqirab ulli shuarlan to'lab namoyish qilamiz. Mana ko'rdingizlar, yaqin atrofda mishadan eng yaqin yer mishan olarlikda namoyishga. Ham ertaganlikka kechda bu o'g'illik, ya'ni payshanba kuni kechda Gollandiya podshosi kutib oldigan bo'lgandan keyin biz burroq kelib, endi soat qanchada bu yer o'tadiganligini o maxfiy tutsak ekan. Shunday biz burroq berib soat 2 dan 6 gacha ashiyani turish orqali shu mashina sashar o'tsa, shu yerda shuar to'lab vaqirab degandek o'zimizniki kuchlik norozilik ifodalaymiz. Shundaqla Gollandiya bosh ministriga Facebookda, Twitterda, ya'ni X'da, ham tashqi ishlar ministrligiga bu vaqtda men tweet atdim. Bu qatam suhbatniki asosiy nimasi Gollandiya bosh ministridan ko'rishish vaqtida bularniki deyishadigan nimasi yig'in jarayonida, ko'rishish jarayonida Ukrainani o'z ichiga olgan, ya'ni dunyodagi geopolitik masalalari, klimat,
soda, səhiyyə qatarlıq məsələlərdə həmkarlıq haqqında muş to'g'risidagi suhbat asosan mush to'g'risida ekan. Buning uchun biz o'zimizning qattiq noroziligini bildirib, Xitoy tajovuzchi davlatiniki bu namoyishga qarshini bildirish orqali o'zimiz shuarlarimizni to'laymiz. Ana keyindan qo'limizdan keladigan qarish nimalar qolib qolsa, shuni qilsak bo'ladi. Endi vatanning ahvolini men demasammi, hammamiz bilamiz. Vatanning nima ishning bo'layotganligi, kunda qanday videolar tarqalayotganligi ko'rib ichimiz laxt bo'lib ketdi. Biz faqat namoyish qilish orqali bu tajovuz Xitoy hukumatiga bo'lgan davlatga bo'lgan norozilikni ifodalayotgan ekanmiz. Payshanba kuni havo nihoyat sovuq bilamiz, hammamiz gollarni havo pek sovib ketdi. Shunga qariroq kiyinib soat 2 keladigan bo'lib qolsak, 2 kelamisak, soat 3-4 kelsakmi bo'ladi. Shu maydonda bor. Yana Churchill lan 10 degan shu nima ekan. Danxoqdiki. Aşağıda bulduğu namoyish, payshanba hammamiz ishlaymiz. Shunga bir ishdan burroq tush imkoniyati bor qarindoshlarniki. Burroq kelib shu namoyishga qatnashib bergan bo'lsak, undan boshqa Gollandiya atrofidagi boshqa davlatlar, Belgiya, Germaniya qatorliq yaqin atrofdagi davlatlarmi, Uyg'ur tashkilotlar, Uyg'urlarmi kelib bu namoyishga qatnashish orqali bu tajovuz Xitoy davlatiniki muavin bosh ministri bo'lgan qattiq norozilik ifodalashga bir namoyishga safarbar qilaylik. Nurg'un qarindoshlarda qurultay bu namoyishga qatnashsa deb qurultayniki raisi Turg'unjon Hojimovga fikr yo'llab qo'ydim. Bu vaqtga boshqalarniki tavsiyasi deb. İmkoniyati bor qarindoshlar namoyishga kelib o'zimizniki norozilikni ifodalaylik. Qo'limizdan keladigan qila oladiganimiz chet ellardagi bek cho'ng so'zlasakmi cho'ng ishda qo'limizdan kelmaydigan ko'ryapmiz. Eng kuchli qo'limizdan keladigan narsa noroziligimizni ifodalash, namoyish qilish. Shunga namoyish payshanba kuni, ya'ni 23 yanvar tushdan keyin soat 2 dan 16gacha davomlashadi. Shunga namoyish maydonida kurashaylik. İmkoniyat bor qarindoshlar bu qatim namoyishga qatnashaylik. O'zimizniki vatan, millat oldidagi mas'uliyatni, majburiyatni ado qilaylik. Yana ba'zanda namoyish qilib nima girishalaymiz deydi. Namoyish qilmay nima girishalaymiz uyda o'tirib. Shuning uchun namoyish faqat o'zimizniki chet elda Xitoyga qarshi mavjudligimizni ifodalaydigan, Xitoyga qarshi g'azab nafimizni ifodalaydigan bir oddiy qarshi kirish harakati. Bu namoyishlar u yerda bu yerda qanday namoyishga o'xshamaydi. Chunki Xitoy tajovuz davlatining muavin bosh ministri Gollandiya podshosi bilan bosh ministr bilan ko'rishdi. Shuning uchun buni qattiq norozilik bildirsin. Qancha ko'p Uyg'urlar kelsak shuncha yaxshi. Unda bo'lsa 23-slar Danxoqdagi hukumat binosiga oldidagi namoyish maydoniga kirishaylik. Bu videoni taqib qo'yinglar. Texnik jiqroq odamlar ko'rib namoyishga kirishga bu tur ko'p qolib qolsa ajab emas. Hammaga Allohga emanet.